Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Cobalt modeli haqida batafsil gaplashamiz. Bu yangi avlod sedan yanada zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va yaxshilangan qulaylik bilan e'tibor tortadi. Avtomobil tashqi ko'rinishida yangilangan radiator panjarasi, ingichka LED farlar va aerodinamik chiziqlar mavjud. Old bamper yanada sport uslubida ishlab chiqilgan, bu esa avtomobilga kuchli va jozibador ko'rinish beradi. Yon tomonda esa yangi dizayndagi qotishma disklar va silliq kuzov chiziqlari avtomobilni yanada zamonaviy ko'rsatadi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlari va ixcham bagaj dizayni sedan ko'rinishini mukammal yakunlaydi. Endi salon haqida gaplashsak, ichki makon ancha keng va qulay qilib yaratilgan. Markaziy panelda katta sensorli multimedia ekrani joylashgan. U orqali navigatsiya, musiqa va smartfon ulanish funksiyalarini boshqarish mumkin. Rul g'ildiragi kop funksiyali bo'lib, haydovchiga ko'plab boshqaruv tugmalarini qulay tarzda taqdim etadi. O'rindiqlar yumshoq materiallar bilan qoplangan bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylik yaratadi. 2026 Cobalt modeli texnik jihatdan ham sezilarli darajada yangilangan. Kapot ostida odatda 1.5 litrli benzin dvigatel o'rnatiladi. Ushbu dvigatel taxminan 110 ot kuchi ishlab chiqaradi va avtomobilga yetarlicha dinamik harakat taqdim etadi. Dvigatel mexanik yoki avtomatik uzatmalar qutisi bilan taklif qilinadi. Bu esa haydovchilarga o'ziga mos variantni tanlash imkonini beradi. Yoqilg'i sarfi ham iqtisodiy darajada bo'lib, kundalik foydalanish uchun juda qulay. Xavfsizlik masalasida ham avtomobil bir qator zamonaviy tizimlar bilan jihozlangan. Ular orasida ABS tormoz tizimi, barqarorlik nazorati, havo yostiqchalari va orqa kamera mavjud. Bu funksiyalar haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini yanada oshiradi. Bundan tashqari, avtomobilda konditsioner, kalitsiz kirish, tugma orqali ishga tushirish va zamonaviy audio tizim kabi imkoniyatlar ham mavjud. Bagaj hajmi ham kundalik ehtiyojlar uchun yetarlicha katta bo'lib, sayohat yoki oila